Nimaga qayoqdagi yetimlarga 100 ming dollar berib yuborishimiz kerak? Bermasak nima qiladi? O'zingiz aytayotgandingiz-ku? Bilaman, aytayotgandim. Lekin hozir nimagadir alam qilib ketyapti. 100 ming topish uchun odamlar yillab ishlaydi. Biz osongina berib yuboramizmi? U qiz biza bilan o'yin qilmayotganmikin? Taklifimizni ham o'ylab ko'raman dedi. Shunaqa desam, bular olib keladi deb reja qilgan bo'lsa-chi? Unaqa emasdir. Anu qiz dadamni o'ldirib yuborishdan ham toymaydi deb o'zingiz aytayotgandingiz-ku? Dadam uchun beryapmiz dedingiz. Balki jahlda sal oshirib yuborgandirman. Balki u qadar yomon emasdir u qiz. Kenaga hali shu pulni oladimi, yo'qmi? Gapini eshitdingiz-ku? O'ylab ko'raman dedi. Men ham sizlarni dadamni sharmanda bo'lmasliklarini o'ylayapman. To'g'ri, lekin bu narsani nimaga siz bilan faqat men o'ylashim kerak? Qo'ying endi. Ertaga u qiz bilan qaynona kelin bo'lib bir uyda yasha olasizmi? O'sha payt pulni bersam bo'larkan deb afsuslanmaysizmi?